Okey, mana shu yomon yoqda deymanga shunda o'rab beraylik. Pulni 2 kun tashlab ketaman. Bilasiz, har doimgidek постоянный klientman. Okey, anu tanlagan kafelimizdan 33 kvadrat metr shundoq boladan chiqarsa yuboring, men pulini o'zim berib ketaman 2-3 kunda. Brat, menga beravering bo'ldi. Keyin surishib ketamiz. Men do'konlardan so'rang, Abdulla siz hamma taniydi. Sizni ham keyin to'layman deydigan, lekin umuman to'lamaydigan mijozlaringiz bormi yoki bo'lganmi? Agarda bo'lgan bo'lsa, bu videoni o'tkazib yubormang. Keyin beraveraman deydigan mijozlarning ma'lum bir qismi keyin telefonni ko'tarmaydi, yo'qolib ketadi va umuman top bo'lmaydi. Buni savdogarlar juda ham yaxshi bilishadi. Natijada pul yo'qoladi va mijozning qo'lidan u mahsulot allaqachon chiqib ketib bo'lgan bo'ladi. Hisob savdogarlarga bunaqa muammolardan qutulishi va yiroqda bo'lishi ta'minlab beradi. Atigi 2 daqiqa ichida hisob ilovasi orqali qarz, oldi-berdi, nasl savdo shartnomalarini bemalol tuzishingiz mumkin. Shartnoma tuzish uchun ilovaga kirib, faqatgina miqdor, muddat va shu kabi bo'sh kataklarni to'ldirasiz va tasdiqlangan shartnoma kuchga kiradi. Eng muhimi, agar shartni kimdir bajarmasa yoki qarzni qaytarib bermasa, hisob orqali tuzilgan shartnoma sudda dalil sifatida qabul qilinadi. Endi ishonch bilan emas, ishonchli shartnoma, ya'ni hisob orqali ishlang. Hisob ilovasini bo'lsa, App Store yoki Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin.